Alaykum, ishlarimiz davom etyapti. Tak, ventilyator sinfga qildik. Boyga koreyska aytganim original. Hozir visokida ishlayapti. Bu ham. Agar kompyuterdan bunga niski signal kelsa, bunga ham albatta niski signal keladi. Ya'ni ki niskida niski, visokida visoki bo'lib ishlaydi. Hech qanaqa vibratsiya bermaydi. Xudo xolos hozir mashina ichida o'tirib bitta ko'ramiz. Холодильник bo'ldi. Вообще mana muzda hozir bu yerdagi effektni sizlarga ko'rsatib beraman. Дополнительный ventilyator qo'yishi foydalari juda ko'p. Birinchidan mashina qizib ketmaydi. Mashina qizib ketmagandan keyin avtomatik tarzda konditsioner zo'r muzlatib beradi. Hozir bitta aka keldilar. Mijoz aka, sizdan bir joyga bordim. Kompyuterni tiqdim, nomda bosdi. Aka prodaxnetiliz kuyibdi. Bo'ldi, alishtirib yuboring shuni deb aytdilar-da. Mendan 50 ming so'm pul so'rayaptilar. Aka, shu ishlari to'g'rimi, g'alati emasmi deb menga savol berdilar. Bu akani boplab qo'ydim o'zi gap bilan. Mo'sh men ko'rayotgandalar, aka xafa bo'lmang faqat. U inson dedim umrini, vaqtini ketkazgan, pul sarflab kompyuter olgan. Bu kompyuter arzon narsa emas, uni apparatlari bor, o'sha mashinaga tushadigan, ular arzon narsa emas. Hozir mana shu mashinani ham shunday tiqdi, probegini tekshirdi. 200 ming so'm pul olamiz. Negaki biz apparat sotib olganmiz, buni ishlash uchun va bilimimiz bor shu jihatdan. Sizlar fikringlar nima? Men azgina, lekin jahlim chiqdi shu insondan. Kimga shunaqa xizmatlar, Max kerak murojaat, joninglar sog' bo'lsin.